Qat tutundan hidi keladi, yo yog'da hidi keladi ustingdan. Odam bir raqingiz ham kelmaydi Adasi. sendan. Voy, mana ovqatim ham pishib qoldi. Bolalar kelsa mazza qilib yeb olamiz endi, xudo xohlasa. Adajoningiz kelsalar bo'ldi. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, adasi? Ha, o'tirsanmi? Ha, rahmat. Ovqatim ham tayyor bo'lib qoldi. Yaxshi keldingizmi? Latif bo'lsa ko'tarmaysan. Voy, adasi, har qanday qolib ketadi, ish bilan bo'lib qaramayman. Sen bir kuni o'zingga qaraysanmi? Yo mana shu oshxonada o'ralashib yuraverasanmi? Voy, adasi, nimaga unaqa deysiz? Ayollarni qara, ko'chada qanaqa yuradi, o'ziga qarab. Ahvolingni qara. Odamni qaragisi ham kelmaydi. Adasi, oshxonada o'ralashadigan bo'lsam, Bahona qilma menga. siz ota-onangiz, bolalaringiz siz uchun osh-ovqat qilib shu oshxonadan chiqmayman tunu kun, adasi. Uy ishlaridan ortolmayman. Qachon qilsa mana shunaqa bahonangni? Bir xil bahonang. Pulni berib qo'ygan bo'lsan, salonga borib o'zing ham qaramaysan. Chiroyli bir ko'ylak olib kiymaysan. Qachon qilsa mana shunaqa yurasan? Qat tutundan hidi keladi, yo yog'da hidi keladi ustingdan. Odam bir raqingiz ham kelmaydi Adasi, sendan. oshxonadan chiqishga vaqtim ham bo'lmayapti. Ko'ryapsiz, qaynota qaynonaliman. Bolalarim uchun siz uchun harakat qilaman-ku. Voy, O'zgarmaydigan odam o'zgarmas ekanda. xudoyim. Kelinimga baqiryaptimi? Nuriddin bolam, shuna bu yoqqa qarab olaysanmi? Voyjon, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Va alaykum assalom. Nima baqir chaqir? Ha, tinch, keliningizni ko'rmaysizmi? Voy. Nuriddin. Men ham xuddi shunaqa qilib sizlarni katta qilganman. Oshxonada o'ralashib, sizlarga shirin ovqat qilib, adeni usti boshiga qarab. Ajoyibsan-a bolam. Sizlarga shunaqa shirin ovqat qilmay, sizlar bilan ovora bo'lmaganimda, hozir shunaqa qilib katta stollarning egasi bo'larmiding bolam? Men ham yuraversam bo'lar-ku unda. Oynani oldida o'zimga oro berib, salonma-salon yurib. Endi ona sal o'ziga qarab yursin deyman-da. Uzr onajon. Uzrichi. Ayolingdan borib so'ragin. Ona hech qachon farzandidan xafa bo'lmaydi bolam. Lekin xuddi meni yuzimga tarsak solganday bo'lding. Shu ayoling-ku, usti boshimni top-toza qilib, qayerga borsam ayollar havas qiladi meni ko'rsa, bilasanmi? Oldimda shirin ovqatlarim, shirinliklarim badastir. Hammaga ham bunaqa ayol uchramaydi. Peshaning yalqiragan bo'lasan bolam. Borib kechirim so'rab qo'y. Rahmat onajon, boringizga shukr. Boraqa bolam. Dinoraxon, yaxshi o'tiribsizmi? Bo'ldingizmi? Yig'ishtirib olaveraymi? Yig'ishtirib olaverasiz, qiladigan ish shu bo'lgandan keyin. To'xtang, yana Ha? o'zi hech siz orzungiz bo'lganmi bironta? Bo'lgan. Yoshligingizda, manachi, yoshligimdan orzuyim bo'lardi. Uyimda xizmatkorim bo'lishchi. Masalan, men yetganman orzuyim. Ko'rib turganingizdek. Sizchi, siz orzungiz bo'lganmi? Dinoraxon, odamni dilini ortish yaxshi emas. Voy, yana popladim. Qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Charchab qolmadingmi? Ay, yo'q. O, turaverib. Boy kelinga gapirgan gapingni eshitib qoldim, qizim. U oro bersa, sana oldinga shirin ovqatlarni kim qo'yadi? A? Voy, boshlandi. Kir kiyimlaringni kim yuvadi? Mashla qilib oynani oldidan ketmay, faqat o'zingga oro berib, o'zingni go'zallashtirib o'tiraverganing uchunchi ajrashib, boshimga kelib o'tiribsan. Voy, tavba qildim. O'zingni yig'ishtirib olgan. Siz mani oyimisiz, uni oyisimisiz? Tavba qildim. Menga qara qizim. O'zing uyog'ingda chiqib ketgan bo'lmasa. Mani tinch bolalarimning oilasini buzmagin. Ahmoq.